bir yilga chiqaman. O chiqadi aka. O chiqadi. O'sha vaqtda otam hozir bu yil nechta bo'lsa olaman deyapti otam. Tushunasizmi? 5 ta bo'lsa ham olaman, nechta bo'lsa olaman deyapti. Hamma anaqa qiladi-ku, mensimaydi-ku. Otam aytdi, bu toza bidapressdan shu yaxshi, ham arzon bo'ladi. 10 mingdan beraman dedi, 15 mingdan beraman dedi. Men saman birani bir og'iz to'ldiraman debman. Bo'ldi. Men uni 50 ta bo'lsa ham, o'sha 50 ta ham ketadi sizga. Qo'shib oldiraman mayli. Aytib qo'ydim. Men erta may oyi, erta 5-may kuni men ketaman aka. Bu yerda ish qaynasa ham mayli, to'g'risi. 2 haftalarga, 3 haftalarga, 20 kunlarga ketaman. Chunki ayni o'tirish mahal bo'ladi-ku. Hamma joydan bitta sezonni jeyib olmasak bo'lmaydi. To'g'risida galla filmni uradi aka. Atirqim bo'yatadi, atirqim. Hozir shu achasini keskichakaga men aytdim, bitta mana aka dorilab, kesib chiroyli qilib berdim dedim, juda xursand bo'lib qoldim. Aytdim, yozlardagi o'zim yana bitta xudo xolasa chiroyli bitta qarab, bizlarga ham dori qo'yib beraman. Sizda yana bitta kesib olsak,